Bir de bolup turgan iş jarayanını her günkü summanı, yani çıkıp turgan dohodni bilish mümkün. Отчетный kartamızda yine отчетный kartamız. Отчетный kartamız yine işleş jarayanını görəstəyinə 155 min so'm ucu pul salındı kassaga. Bu отчетunu ber tuttu ucu. Bu içindeki pulunu kalgan neyinem gözetip beredi onun neyi bana. Ay malades. İkinci mərdə oraya deyilib taşıydı xuda xalaq. Hava. Mana muxlislar obunachilar ko'rib turganlaringizda o'zgacha bir uslubda qilindi. Taza kerak. Bu unaqasi hali Toshkentda muammo yo'qmi bilmaymiz. Balkim bordir, yana negativ fikrlarni bildirmaysizlar. Men shunaqa deb o'ylayman. Sami Guloni bu yerda nima qiziqtiradi bilasizlarmi buni? Hammasidan eng keragi narxi bilan sifati qiziqtiradi. To'g'ri emasmi? Narx bilan sifat bo'yicha endi uni number 1 desam bo'laveradi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Karkalem bilan kalınlar.